Hammaga Yevropeyskiy salom jigarlar. Bugun siz bilan Gollandiyaga kelganingizda, ya'ni Niderlandiyaga kelganingizda sizga kerak bo'ladigan ikkita yomonroq va bitta yaxshi variantlarni aytib o'tmoqchiman. Bu sizga juda ham kerak bo'ladi. Oldin aytib o'tmoqchiman. Bu videodan men hech qanaqangi pul ishlash niyatim yo'q. Prosta o'zimni o'shimni ko'rgan kechirganlarimni prosta shunchaki yangi keladigan aka-uka jigarlarimizga, bratlarimizga shunchaki yordam tariqasida bu videoni chiqarmoqchiman. Bu videodan hech qanaqangi pul ishlash niyatim yo'q. Shuning uchun videomiz jay daraja bo'ladi. Hech qanaqangi qimmatbaho mikrofon va kanallarsiz oddiy o'zim telefonda o'ylayman. Shuning uchun o'xshamagan joylari bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. O'xshamagan joyini kommentariyaga yozib ketsalaringiz, like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shu videomiz kengroq qanchalik tarqalsa, yangi keladigan aka-uka bratlarimiz shunchalik ko'rib ularga oson bo'ladi kelganlarida. Qani unda biz videomizni boshladik. Birinchi o'rinda akalar Niderlandiya, ya'ni bu shahar nomi Gollandiya deyilmaydi, Niderlandiya asl nomi. Bu yerga kelganingizda birinchi sizga kerak bo'ladigan narsa albatta uy. Yashash uchun joy, sharoit va keyinchalik qolgan hammasi bo'ladi. Birinchi o'rinda sizga kerak bo'ladigan uy topish uchun Facebookdan yoki qanaqadir o'zini kanallar orqali topsangiz bo'ladi. Uy topish juda ham muammo bu yerda. Agar uy topganingizda ham 3 oyligini birdan berishingiz kerak. Masalan, yanvar oyida kiryapsiz, yanvar oyini berasiz, yana 2 oyligini zapas berishingiz kerak bo'lgan depozit. Depozit degan Rossiyada, Moskvada ham bor. Bir oy yashayotgan bo'lsangiz, yanvar oyi yashayapsiz, yarim oyda berasiz va depozit дополнительный fevral oyini berib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Maslahatim dogovor tuzganingizda, ya'ni ko'proq muddatga dogovor tuzsangiz o'zingizga juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki bilasizlar, Rossiya bilan Ukraina urush qilganidan keyin gaz narxi qimmatlashib ketdi. Mana misol uchun meni boshimdan o'tgan. Men 2 oyga dogovor qilganman va 2 oydan keyin u dogovorimiz tugadi. Yana boshqadan dogovor qilishga majbur bo'ldim. Boshqadan dogovor qilganimda o'sha gaz, svet hamma narsa narxi ko'tarilganda yana ko'tarildi. Boshqadan dogovor bo'lganda, ya'ni boshqadan dogovor tuzdik. O'shanga qarab yana ko'tarildi yangi dogovor bo'yicha. Shuning uchun maslahat berardim, agar kelib ko'rganingizda shu joy, shu sharoit, shu muhit sizga agar yoqsa va dogovorni uzoqroq muddatga tuzib olishingizda maslahat berib qolardim. Keyingi masala uy topish juda ham qiyin. Va uy topganingizda ham ofitsial o'zining saytlari bor. Ancha qiyin masala bo'lib qoladi. Shuning hisobiga bitta uy topsangiz, o'sha yerda iloji boricha uzoqroq muddatga qolishingizni maslahat berib qolardim. Ikkinchi masala akalar, naqd pul va karta. Iloji boricha naqd pul kamroq olib yurishga harakat qilingizlar. Ko'proq kartadan foydalaniladi metro, tramvay, avtobuslarda. Ko'proq kartadan foydalanganingiz hisobiga, shu uchun misol uchun stansiyalarga borganingizda, stansiyalarga bankomatlar yo'q. Uzr, avvalambor stansiya deyiladimi? Hamma har xil ataydi. Bankomatda ham ko'proq rus tiliga o'zimiz tilimiz rus tiliga yaqinroq bo'lgani uchun shu ruscha gapirishga iloji boricha o'rganib qolganman. Shuning hisobiga iloji boricha kartaga pul olib yursalaringiz, bankomatlarga misol uchun borib o'zingiz plastigingizdan troykalarga pul solib, avtobus, tramvay shunaqa joylarga to'lab ketasiz va juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni misol uchun magazin, action shunaqa joylarga borsangiz, bankomatlar bo'ladi-yu. U yerga ochilib odamlar qator turadi, pul tanlashingiz biroz qiyinroq bo'ladi. Shuning hisobiga misol uchun magazindan produkt shunaqa narsalar olsangiz ham ochilishga qarab turmaysiz, o'zi o'tadigan samosulshunli joylardan borib skaner qilib bosib o'tib ketaverasiz. Keyin shuning hisobiga stansiyalarga ham, hamma stansiyalarga ham u yerda o'zining maxsus xodimlari turishmaydi. O'sha naqd pul bersangiz, plastigingizga solib beradigan hamma stansiyalarga ham turmaydi. Katta stansiyalar turadi. Keyin naqd pul kam olishadi. O'z boricha tanga, ya'ni yevro tangalarda olishadi. Shuning hisobiga biroz qiynalib qolishingiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha karta qo'yib bersangiz, hamma joyga ham ochirib turmaysiz. Ishingiz osonroq, tezroq bitadi. Shippa ishlaringizni bitirib, zingilab yana tezroq yaxshi daromadlarga, yangi marralarga, cho'qqalarga erishishingizga juda ham yaxshi samarali demoqchiman. Xafa bo'lmaysizlar, men jay daraja video olyapman. Keyingi masala akalar, siz studentmisiz yoki ishchi viza bilan kelganmisiz? Ish topish juda ham oson akalar, juda oson. O'zimizning mana shu yerga kelgan aka-ukalarimiz, o'zbek aka-ukalarimiz o'sha yerda o'zining maxsus chatlari bor, gruppalar, kanallar bor. O'sha yerlardan
Misol uchun o'qiyotgan bo'lsangiz, student bo'lsangiz, o'qishingizdan ortgan vaqtingizda bemalol ishlashingiz mumkin va o'zingizga qanaqadir moddiy yordam, o'zingizga o'zingiz ko'maklashishingiz mumkin. Bu yerda ishlar yaxshi, topishingiz oson demoqchiman. Misol uchun kimdir stroyga ishlaydi, kimdir yana boshqa kafelarga, shunaqa joylar ishlaydi. Men shu videom orqali sizga ozgina bo'lsa ham yordam tekanidan juda ham xursandman. Bir dona like bosib, fikringizni kommentariya yozib keting va mana shu keladigan yangi aka-ukalarimizga, yaqinda kelgan, endi kelmoqchi bo'lgan aka-uka bratlarimizga foydasi tegadi degan umiddaman. Ya'ni qo'yni aytib o'tgandek, bu videodan hech qanaqangi pul ishlash niyatim yo'q, hech qanaqangi daromad qilish maqsadim yo'q. Shunchaki yordam.